Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsimiz Nonlinear Data Structures'dan birinchi bo'lib trees daraxtlar haqida gaplashamiz hamda recursion nimaligini tushunishga harakat qilamiz. O'tgangi darslarimizda biz sizlar bilan linear, asosan semi-static va dynamic data structures'dan linked listlarni ko'rib chiqqandik. Bugun bo'lsa daraxtlarni tanishtiramiz va davom etamiz. Va daraxtlardan bugungi darsimizda heap tree ni ko'ramiz, keyingisida esa binary search tree haqida gaplashadigan bo'lamiz. Xo'p, recursion va heap trees. Qani boshladik. Xo'sh, data structures odatda biz tushuntirganimizda static va dynamic dedik, semi static dedik va undan tashqari linear va non-linear data structures bo'ladi. Biz sizlar bilan birinchi bo'lib linear qismidan arraylarni o'zi bilardik, stacks ko'rdik, linked list ko'rdik, queue ko'rdik. Bular linked, bular linear nega? Chunki bir-biriga ketma-ket pointerlar bilan bog'lanadi hammasi. Ya'ni qatorma-qator bo'ladi. Linked list ham, linked list dinamik bo'lishiga qaramay linearga kiradi, chunki unda point bilan point bog'lanadi. Stack, queue, deck queue ko'rib chiqdik. Bugundan boshlab non-linear data structures'dan boshlaymiz va birinchi bo'lib trees haqida gaplashadigan bo'lamiz. Undan keyin graph, table, setslar haqida gaplashimiz mumkin. Bugun trees ni boshlaydigan bo'lamiz. Xo'sh. Birinchi bo'lib biza mavzuyimiz rekursiyadan boshlanadi. Rekursiya nima? Rekursiya bu birorta bir muammoni qayta-qayta o'zini chaqirish orqali yechiladigan bir metod. Mana xuddiki mana bu multfilm Simsdagi o'zini rasmda ko'radigan bo'lsanglar, o'zi mana rasm ichida rasm, rasm ichida rasm, rasm ichida rasm ketaveradi mana shunaqa. Qachon to'xtaydi? Bizda base case bo'lsa, ya'ni oxirida to'xtatadigan birorta bir function narsa yozib qo'ygan bo'lsa, o'shanda to'xtaydi. Rekursiya mana shunaqa davom etaveradi, to'xtamaydi. Bitta gap bor edi o'zi, rekursiya qanday, how to understand recursion. In order to understand recursion, needs to understand recursion deydi. Shunaqa har xil narsalar ko'p va rekursiya o'zi nima? Birorta bir muammoni qismlarga bo'lib uni yechish. Va rekursiyada asosiy bizda qo'llanilishi kerak bo'lgan narsa bu unda base case bo'lishi kerak, ya'ni asosiy qismi to'xtatish uchun oxirida va rekursiya qayta va qayta to'xtaydigan qismi. Oxirida bitta to'xtaydigan joy bo'lishi kerak, mana bunaqa to'xtatib qo'yish kerak uni. Rekursiya bo'lsa mana bunaqa qayta aylanadigan bo'lishi kerak. Base case bunday qilganda to'xtash kerak oxirida. Xuddi shunaqa. Davom etamiz. Nimaga o'zi bizga rekursiya kerak? Bizda daraxtlar bo'yicha qayta yurganimizda odatda kerak bo'ladi u. Ya'ni shoxiga chiqib olamiz, keyin barglar bo'yicha nodalariga boramiz. Birinchi tomirdan boshlasak, shoxlarga chiqib olamiz. Shoxlar bir nechta bo'ladi. Shoxlarni nodalariga borib, barglariga borib, qaytib kelib yana shoxdan boramiz. Bu narsa qayta takrorlanaveradi. Shuning uchun bizga rekursiya kerak. Va ba'zi paytda har xil qadib loop yozib o'tirilmaydi, qayta o'sha ish bajarilaveradi va bu bizni ishimizni osonroq qiladi. Misollari nima? Misollar factorial calculation, ya'ni factorial hisoblash yoki Fibonacci ni hisoblash va treelarda traversal algoritm va bu o'sha yurish deyiladi. Pre-order, in-order, post-orderlarda misol qilib keltirsak bo'ladi. Hamda traversing depths first pre-order. Bunga misol qilib shuni keltirsak bo'ladi. Ya'ni matryoshka qo'g'irchoqlari, bu stacking ham deyiladi. Ya'ni kichkinadan to katta. Misol aytaylik, sovg'a oldingiz, qutining ichida quti, qutining ichida quti, qutining ichida quti, qutining ichida quti. Eng oxirida sovg'a chiqib kelyapti-da. O'sha jarayon qiziq bo'ladi. O'sha oxirgi asosiy sovg'ani olish uchun siz qutini ochib, uni ochib vakovkadan ashnaq qilish, bu o'sha rekursiya. Rekursiya qayta takrorlanaveradi. Oxirida yetib borganda mana bu bitta qo'g'irchoqni olishligi yoki o'sha siz sovg'angizni ochishligingiz shu base case hisoblanadi. Oxirida yetib borish. Unga yetib borish uchun mana bu katta framedan datagramga o'tib, bunda kichkina qismlarga bo'lgandan keyin oxirida siz messajni olasiz. Xuddiki shunaqa ishlaydigani bu qo'g'irchoqni och, go deep, chuqurroq kir va keyingisini och.
och, chuqurroq kir, keyingisini och, chuqurroq kir, keyingisini och. Xuddi shunaqa. Oxiriga yetib borguncha shu ish takrorlanaveradi va oxirida to'xtaydi. Qayerlarda ishlatsak bo'ladi? Va example. Aytdik, faktorial functionda ishlatsak bo'ladi dedik. Faktorialda misol qanaqa bo'ladi? Har bitta funksiya o'zidan keyingisini chaqiraveradi va qachonki base case, ya'ni asosiy qismiga yetib kelgandan keyin funksiya to'xtaydi va to'xtagandan keyin u orqasiga qaytib ketadi. Xo'p, endi bu yoqda nima bor? Xo'sh, steplar, qadamlar buning uchun nima qilingan? Birinchi bo'lib base case ni aniqlab oling. Misol bizda base case va recursive case va undan keyin rekursiya tugatilishiga ishonch hosil qiling va undan keyin hamma qismini birlashtirish kerak. Bunda nima qiladi? Bizda faktorial misol funksiyamiz bor, 0 yo 1 bo'lsa 1 qaytaradi. Qolgan holatlarda o'sha songacha bo'lgan son, misol 7 bo'lsa 7 gacha bo'lgan sonlarni ko'paytmasini olamiz. Xuddi shunaqa. Xo'sh, bu yoqda table'imizda biroz to'g'ri yozmaganman. O'zi faktorial to'g'ri berilganda 5 ham qo'shib qo'ydim. Nima qilinyapti? Misol buni grafimizda ko'rsak bo'ladi. Diagrammada faktorialni hisoblayapti. Qanaqa? Bizda base case bo'lyapti 2 faktorial, ya'ni bizda mana bu tepada turibdi-ku, funksiyamizda return 1. Ya'ni biza 1 ga kelgunimizgacha bu base hammasi recursive case bo'ladi. Ya'ni oxirida 1 ga kelganda to'xta deb aytamiz. Ungacha bu bergan sonimiz n bo'lsa, n dan boshlab to 1 ga kelguncha bir ayirib, o'zini ko'paytirib kelaveradi va oxirida bizga faktorial chiqadi son. Aytaylik, misol 5 faktorialni topmoqchimiz. Rekursiya qilamiz, olib kelamiz, misol n faktorial n-1. 5 qo'yamiz, faktorial n-1, faktorial 4. Endi faktorial 4 ga borib hisoblaymiz. Bu rekursiya qaytadi. Unda nima bo'ladi? Faktorial 4 ga boradi. Endi qarasa 0 yo 1 emas, yana ko'paytiradi. 4 ko'paytirilgan faktorial 3 bo'ladi endi bir ayirgandan keyin. Yana rekursiya boradi, 3 1 emas yo 0 emas, keladi. Faktorial 3 ko'paytirilgan faktorial 2 bo'ladi. Endi yana boradi. 2 turibdi, to'g'rimi? 2 1 yo 0 emas. Keyingisida 2 ko'paytirilgan faktorial 1 bo'lib qoladi. Endi bu yoqda nima bo'ladi? Faktorialni olib borsa bo'ldi, o'sha joyda qotadi. Mana oxirga keldi, base case ga qaytdi, bo'ldi. Base case dan keyin qaytib ketyapti, ko'paytirib ketyapti. 2 ni 1 ga ko'paytiryapti, 2. Endi chiqqan natija 2 mi? 3 2 ko'paytiryapti, 6. Endi 6 chiqqan natijami? Birinchi rekursiya qilib olib kelib oldik, oxirigacha base case gacha. Endi orqamachasiga backtracking qilyapmiz. Ya'ni stack unwind yoki backtracking desam bo'ladi. Orqaga qaytyapmiz. To'g'ri 6 ko'paytiryapti. Chiqqan natija 24. Endi oxirida bizda 5. 5 endi o'sha to'g'ri faktorial ko'paytirib qo'yapti. To'g'ri faktorialning ichida 24. Umumiy 120. Ana, mana shunday chiqyapti. Mana shunaqa ketaveradi. Recursion usage shunaqa hisoblanadi. Endi xo'sh. Misol Google ga kirsanglar ham o'zi ajoyib misol bor. Mana Google ga kirib yozib ko'rsanglar, mana recursion deb yozsak. Recursiya deb yozsangiz, Google ham zo'r qilib qo'ygan. Mana recursiyani bossangiz, did you mean recursion? Rekursiya bo'laveradi. Rekursiya qilinaveradi. Oddiy, eng zo'r tushuntirilgan varianti desak ham bo'laveradi. Mana rekursiyaga ba'zi bir memlarni keltirsak bo'ladi. Rekursiya uchun mem qanaqa? Xo'sh, hozir javob qo'y. Bu. Xo'p. Rekursiya uchun mem. Ana multfilmda Gru bor. Gru programma rekursiyani tushuntirmoqchi. Xo'p, siz programma qilishni o'rganasiz, recursive function yasaysiz va exit condition bo'lmaydi. Keyin yana qaraydi. Siz programma qilishni o'rganasiz, recursive function yasaysiz, lekin chiqadigan funksiya yo'q. Qaytarinaveradi. Programma tuzasiz, rekursiya bor,
recursive function bor, lekin exit condition qaytariladi. Shunaqa bu shunaqa. Yoki boshqa misol keltirsak, rekursiyani qachonki siz tushunsangiz, yana bu yon ichkarida takrorlanaveradi. Rekursiyani siz qachon tushunsangiz, rasm ichida rasm, o'sha narsani ichida qayta takrorlanishi o'sha rekursiya deyiladi. Qisqa qilib aytganda shunaqa. Yoki slaydimizni boshiga qaytadigan bo'lsak, rekursiya mana bu flattered bark deydigan bo'lsak, fractal leaf nimadir deydi. Shu mana bu har bittasiga kirsanglar bir xil structure. Bu ham bitta Alloh mo'jizasi. Ya'ni mana shunaqa tabiatni qarasanglar ham har xil spiral deydi. Hasharotlar yoki shilqur boshqa narsalarni ham qarasanglar ichkari bo'laveradi. Zo'r mana shu narsa rekursiya deyiladi. Har bittasiga kirsanglar bir xil narsa bo'laveradi. Xuddi shu narsa bizda rekursiya deyiladi. Endi ikkinchi qismi trees ko'rsak, treelar nima o'zi? Biz gaplashdik. Tree bu oddiy tasavvur qiladigan bo'lsa, yoshlikda aytishardiki, daraxt, oila daraxti deydi, to'g'rimi? Oila daraxti o'sha avlodma-avlod bo'ladi-ku, xuddi shunaqa. Treeda bizni foydalanishimiz sababi tree bu nima deydi? Ma'lumotlarni har xil joyda joylashishi va как-то ingliz tilida aytganda parent-child relationship bo'ladi. Ya'ni ota tugun, bola tugun. Va bu o'zi nima bu? Tree bu non-linear data structure nodelarni connectionidan iborat bo'lgan. Ya'ni nodes connected by edge deydi. Shunaqa. Nodelar bilan har xil joyda bog'langan. Xo'p, tree oddiy misol. Bizda asosiysi root bo'ladi. Root eng birinchisi, eng ildizi bo'ladi. Xuddi linked listda eng head bo'ladi-ku. Treeda o'sha ildizi bo'ladi. O'zi daraxtni ildizi bilan kurtak otadi-ku daraxtlar. Xuddi shunaqa root bo'ladi bizda daraxtda. Undan keyin esa har bitta node bir-biriga bog'langan bo'lsa va uni pastida va node bo'ladigan bo'lsa, u parent node, ya'ni ota tugun deyiladi. Ota tugundan pastlaridagi ota tugundan pastdagi tugunlar unga nisbatan bola bo'ladi. Va bizda ikki xil searching algoritm ham bor, DFS va BFS deyiladi. Depth first searchingda mana bu eniga tushib kelinadi. Uni height bilan qiladi, ana qilamiz va eniga bo'ladi. Eniga turgandagi bir-biriga yonma-yon turganlar bular siblinglar, ya'ni nima deydi, aka-uka, opa-singillar, dehqoncha qilib aytganda shunaqa. Otasi bir xil bo'lgan nodlar desak bo'ladi. Bitta liniyada bitta eniga to'g'ri turgan, kesib turgan nodlarni siblings deyiladi. Pastma-past ketayotganlarni ota-bola tugun deyiladi. Va subtree degani bor. Subtree bu treening ichida alohida yana bitta tree, ya'ni xuddi o'sha shakldagi ota va bola tugunlardan tashkil topganlarni subtree deyiladi. Va root eng ildizi bo'lsa, leaf node bu eng oxiridagi turgan, daraxtni bargi eng oxirida bo'ladi-ku, xuddi shunaqa bo'ladi. Va bizda levellar bo'ladi. Levellar rootdan to o'sha nodgacha bo'lgan distansiyani aytib turadi yoki eniga olib qarasak, qavatlar desak bo'laveradi. Misol, root 0-qavatda, manba BSL birinchi levelda, D, F, G lar ikkinchi levelda, qolgan leaf nodelar bo'lsa, eng oxirgi qavatda turibdi. Leaf node eng oxirida bo'ladi. Root eng boshida bo'ladi. Xuddi linked listda ko'rganimizdek, head bu eng birinchisi, last bu eng oxirgisi. Xuddi bu yerda treeda root eng birinchisi, nima deydi? Leaf node eng oxirgisi bo'ladi. Edge bo'lsa bu chiziq turibdi-ku. Edge'lar bilan bog'langan non-linear data structures dedik. Edge bu o'sha bir-biriga bog'lab turgan strelkalar edge'lar deyiladi. Shu, endi keyingisiga o'tsak, bizda general tree'lar bo'ladi.
MRK3 mi qanaqadir ham deyiladi. Menga xo'p, general tree'ni tushuntiradigan bo'lsak. General tree'da xohlagancha bolalari bo'lishi mumkin. Ya'ni sochilib ketgan, chalkash bitta parent'i xohlagancha children bo'lishi mumkin va general tree deb nomlanadi bu. Subtree'lar soni muhim emas. Keyin bizda binary tree bor. Ko'rdinglar, bitta parentda 2 ta, 3 ta, hatto 4 ta bo'lishi ham mumkin. Keyin bizda binary tree bor va biz asosan shu bilan ishlaymiz. Binary tree bor, binary search tree bor. U boshqa. Binary tree bu o'zi nomi bilan aytib turibdiki, mono emas, ya'ni binary o'zi binar desak, binar sanoq sistemasi, ikkilik sanoq sistemasi deganda binar, ya'ni ikkita. Har bitta parentda ikkita node bo'lishi mumkin, children. Har bitta parentda faqat maksimum ikkita o'ziga bog'liq bo'lgan left child va right child bo'lishi mumkin va bu binar daraxti deyiladi. Binary deyiladi. Va ko'rib turganinglardek diagrammada yo bitta yo ikkita maksimum bolalari bor. Va bizda depth bor, height bor. Depth nima? Depth bu root nodedan to leaf nodegacha yoki birorta xohlagan node tanlaysiz, o'shangacha bo'lgan narsani sizga aytib beradi. Ya'ni o'shani depth chuqurligini aytadi. Height bo'lsa, bu pastdan tepaga chiqasiz yoki anaqa qilganda birorta nodni oling, mana node necha? Node 2 ni oling. Node 2 dan to leaf nodegacha bo'lgan distansiyani height o'lchab beradi. Ya'ni birorta nodedan to leaf nodegacha bo'lgani bu height hisoblanadi. Umumiy heightni aytib qo'ygan 3, ya'ni leaf node 15 dan to rootgacha 3, ya'ni balandligi 3 turibdi. Bizda 0 bilan boshlanadi. Ya'ni root nodimiz 0, 3, misol birinchi depth bilan oladigan bo'lsa ham, ya'ni bu yerda ham 0 bilan boshlanadi. Dehqoncha qilib aytadigan bo'lsak, depth bu rootdan to birorta nodegacha yoki rootdan to pastga qarab ketadi. Ya'ni tepalikdan chuqurligiga qancha chuqurligiga tusha olaman, qanchalik quduq qaza olaman deganda depth shuni bildiradi. Qanchalik chuqurligiga tusha olishingiz bu depth. Balandlik bo'lsa, qanchalik siz yuqoriga ko'tara olasiz leaf nodedan boshlab. Shu ma'noni aytadi. Mana node 2 da depth 1. Chunki rootdan faqat bitta pastda turibdi. Shuning uchun depth bitta. Rootda o'zi depth bo'lsa 0. Chunki yetib borish uchun faqat 0 ta yurish kerak. Bo'ldi. O'sha node 2 ni heighti bo'lsa, leaf nodedan 2 ta qavat tepada. Shuning uchun bunda 2, height 2 va umumiy binar daraxtimizni balandligi 3. Balandlikni aytdik. Bu birorta nodedan to leaf nodegacha bo'lgan masofa. Endi keyingi bugungi o'tadigan mavzuyimizga keladigan bo'lsak, bu heap haqida bo'ladi. Heap tree haqida. Ya'ni heap tree o'zi nima? Bu heap propertylarini saqlab qolgan data structure hisoblanadi. Xo'sh, bizda heap data structures asosan ikkita qismli bo'ladi. Ya'ni bu nima uchun o'zi foydali desak, maksimum yoki minimum heaplarni topish uchun bu o'shanda foyda beriladi. O'zi heap nima degani? Bu yig'ilma, to'planma yoki o'sha nima deydi, biror narsani uyumi degan narsa ekan. Heap data structures. Ya'ni yoki maksimum yoki minimumlarni heap yig'ilmasi desak ham bo'ladi. Xo'p, maksimum heapda nima bo'ladi? Maksimum heapda doim root eng kattasi bo'ladi. Ya'ni pastdan tepaga qaraganingizda yuqori tartibda o'sib borish kuzatiladi. Parent doim childrendan katta yoki teng bo'ladi. Minimumda bo'lsa, parent doim kichkina yoki teng bo'ladi bolasiga. Mana chap tomonda minimum, eng tepasida eng kichkinasi joylanadi minimum heapda. Maksimum heapda bo'lsa, eng rootda eng maksimumi joylanadi. Ya'ni pastma-past qarab ketilaveradi. Minimumda bo'lsa, tepaga qarab ketilaveradi. O'sish tartibida aytyapman. Xo'sh, endi operations bor heap data structuresda maximum minimum. Insertion yoki addition
append shunaqa ham bo'ladi. Aytganimizdek bubble up, ya'ni insertionda bubble qilib qo'shiladi. Qo'shsangiz o'zi hippify qilib oladi. Buni hozir misolda ko'ramiz. Va time complexity big time'da big O'da log n'ga teng, ya'ni ko'p vaqtni oladi. O1 emas. Chunki birorta yangi ma'lumot qo'shmoqchi bo'lsangiz, uni nima deydi? Bir necha marta qayta hisoblash kerak. Yangi misol 10 tomondagi 100 liga qanaqadir son qo'shmoqchisiz. Aytaylik 110 qo'shmoqchisiz-da. 110 qo'shdingiz 40 pastiga yo 10 ni pastiga qo'shdingiz. Keyin buni chunki endi katta-ku 10 ga solishtirasiz, 15 ga solishtirasiz, keyin olib chiqasiz, 40 bilan almashtirasiz. Chunki 40 dan ham katta, keyin 100 bilan ham bu solishtirib rekursiya ketadi, keyin shuning uchun ko'p vaqt oladi. Va shuning uchun time complexity log n. Minimum va maksimum tosh juda ham oson. Chunki mana bu yerdan rootdan shunday yo maksimum yo minimum olasiz, bo'ldi. Bittada O1 ga teng. Deletion bunda hippify down qilinadi yoki buni extract maximum yoki minimum deb atasak ham bo'ladi. Bunda qilinadigan ish rootni delete qilinadi-da. Rootni chunki heap data structuresida faqat rootni delete qila olasiz hamda qaytadan hippify qilib qo'yish kerak. O'zi hippify dedik, nima ekan o'zi? Hippify bu unsortedni misol array sifatida oladigan bo'lsa, heapni sort qilasiz-ku, yo tepadan pastga o'sish tartibida, teskari o'sish tartibida yoki o'sha o'sish tartibida 0 dan to necha songacha array sifatida oladigan bo'lsa, bu ham on ni vaqtni oladi. Increase decrease ki elementni o'zgartirib, heapni qayta joylashtirish. Endi biz asosan to'rttasini ko'rib chiqamiz, qani ketdik. Xo'p, insertion qanaqa ishlaydi maksimum heapda? Mana bitta element qo'shasiz, uni parent bilan solishtirasiz, katta bo'lsa swap qilasiz va bu to'liq tiklanguncha hippify qilaverasiz. Hippify o'sha hiplash zo'ra, hippify qilish va hiplash shunaqa uyum hip bo'ladigan bo'lsa, uyumlashtirish, birlashtirish bir narsada. Xo'p, bizda maksimum hip berilgan bo'lsin va maksimum hipimiz taxminan mana 20, 10, 12, 5, 7 berilgan bo'lsa, to'g'rimi? Endi biz 15 ni qo'shdik. Qanaqa qo'shiladi o'zi? Eng oxirgi leaf nodimiz bu binar daraxt-ku bizda hip. Binar daraxtlar bilan ishlayapmiz. Ikkilik faqat ikkita tuguni bor. Mana eng oxirgi leaf nodimiz 7 ekan. Keyin bundan keyin joy qolmagan. Keyin 10 tomoniga o'tamiz buni. 12 da joy bor bolalar uchun. 15 qo'shdik. Xo'sh, keyin solishtiramiz, hippify qilamiz, ya'ni sort qilishimiz kerak buni. 12 bilan endi bolasini otasiga solishtiramiz. Katta bo'lsa tepasidagi bilan almashtiraveramiz. Mana 12 bilan 15 solishtiramiz, 15 katta va 15 ni tepaga o'tkazib qo'yamiz. Xuddi shunaqa va final tipimiz shunaqa bo'ladi. Agar hozir 15 o'rniga 25 berganimizda 25 bilan 25 bilan 20 ni joyini almashtirib qo'ygan bo'lardik. Chunki kattasi bo'lgandan keyin eng tepada turish kerak. Deletion qanaqa ishlaydi? Ya'ni o'chirib tashlash. Bunda aytganimizdek ildizni rootni eng oxirgi element bilan chapaklashtirasiz, joyga joy almashtirasiz va birinchidagini o'chirish uchun sizda misol 10 ta Langsley array bor, aytaylik, va o'chirmoqchisiz, bittasini olasiz, oxirgisi bilan almashtirib qo'yasiz. Oxiriga yetib borish uchun hammasini bilan sort qilish kerak, keyin delete qilish kerak. Va bu heap property restore bo'lguncha takrorlash kerak. Misol maksimum heap berilgan bo'lsa 15 bolalari o'sha 5 3, 5 bolalari 2 4. Biz endi 10 ni o'chirmoqchimiz. O'chirganimizda nima qilamiz? Eng oxirgi leaf nodda turgan elementni olib kelib root bilan qo'yib qo'yamiz. Keyin hippify qilamiz. Hippify qilib turib olib boramizda o'sha eng oxirgi leafdagini o'chirib olamiz, keyin hippify qilamiz. Endi bizda hozir 4 eng kattasi emas, chunki pastda 5 turibdi. Solishtiramiz, 5 ni tepaga chiqaramizda 4 bilan swap qilamiz. Mana bizda heap tree maksimum heap tree turibdi. Xuddi shunaqa. Endi heap tree memoryda qanaqa joylanadi?
Xo'p, bu bizga aniq kerak bo'ladi. Parent indeksi I bo'ladi va structure qanaqa tuziladi desak, misol bizda indeksi 0 deb olaylik. Misol 7, to'g'rimi? 7 kelib tushdi bizga. Mana arrayimiz bor. 7 kelib tushdi. Arrayimiz bor. 0-indeksda turibdi. Endi uni chap tomondagi bolasini topish uchun indeksni 0 ko'paytirib 1 qo'shishimiz kerak. Albatta bu 0 plus 1 1 bo'ladi. Demak, keyingi bolasi birinchi indeksda turibdi, ya'ni 6. Endi undan keyingisi ikkinchi bolasini endi 0 2 ga ko'paytirib 2 ni qo'shamiz. Demak, ikkinchi indeksda ikkinchi bolasi 5 turibdi. Ya'ni right child, left child. Xuddi shunaqa. Endi ketaveriladi. Endi 6 bizda birinchi indeksda turibdimi? Ha. Endi buni bolalari qanaqa topiladi? 2 ga 1 ko'paytirib 1 qo'shamiz. Necha bo'ladi? 3. 3-indeksda turibdi. 4. Endi right child'ini topmoqchimiz 6 ni. Yana shu ish qilamizda faqat 2 ni qo'shamiz. Endi 4-indeksda turibdi 3. Xuddi shunaqa ketaveradi bu. Minimum heap tree'da ham xuddi shunaqa. Left child, right child, o'sha bunday hozir ko'rsatgan bo'lsam, bunday ketadi. Mana bunday ketadi. Ana nima edi? Ilon o'yini bo'ladi. Bunday yuradi-yu, o'shanaqa. Bunday xuddi shunaqa yurish bo'ladi. Indeks mana shunaqa. Keladi chapga 10 ga, keladi chapga 10 ga, keladi chapga 10 ga, shunaqa. Endi buni biz kodini yozadigan bo'lsak, xo'sh, bu yerda tayyor bor, bitta yangi anaqa ochib o'shanda yozganimiz afzalroq. Xo'p. Xo'sh, qani unda boshladik. Ozgina vaqt Xo'p, kod implementation uchun boshlaymiz biz. Bunda birinchi bo'lib o'sha klass yaratishimiz kerak. Maximum heap. Ana unda boshladik. Xo'sh, ketdi. Initialize qilamiz. Xo'sh, biz buni xuddi array sifatida olmoqchi bo'ldik, chunki eng qulayi ham shu. Heap bu array emas. Shunchaki heap elementlarni saqlash uchun biz array ishlatyapmiz. Xohlasangiz boshqa linked list, queuestack, boshqa narsa ishlasangiz ham bo'laveradi. Lekin eng zo'ri bizga array. Xo'sh. Keyin size uchun bitta size ochib qo'ydim, bo'ldi. Endi bizda metodlar yozishimiz kerak. Qaysi metodlarni yozishimiz kerak? Insertion metodi yozishimiz kerak. Insertion, deletion. Buni extract maximum deb olsa ham bo'ladi. Chunki hozir biz maximum heap uchun yozamiz, minimum buni teskarisi bo'ladi shunchaki. Insertion, appending yoki adding desa ham bo'ladi. Adding. Undan keyin print function yozishimiz kerak. In order to print it. Va get maximum, albatta. Maximumni qaytarish uchun. Menimcha funksiyonlarimiz shuni o'zi. Va ishlatib ko'ramiz oxirida. Qani shularni yozib boshlaymiz. Xo'sh. Birinchi bo'lib insertion metoddan boshlaylik. Okay. Nima kerak bizga? Arrayimiz bor, to'g'ri. Arrayda bu array-ku. Eng oson qanaqa usul? Qo'shish shunchaki olib borasiz, append qilib qo'yasiz heapga. Ana bo'ldi. Olib kelasiz qaysi elementni? Mana bitta element kelsin. O'sha elementni olib kelib qo'shib qo'yasiz, bo'ldi. Endi bu bilan ishimiz bitdimi? Yo'q, albatta. Biz uni heapify qilishimiz kerak, solishtirishimiz kerak. Size-ni albatta 1 ga oshirib qo'yamiz. Esdan chiqmasin, bizda left child nimaga teng? Left child parentni indeksini hop, bunday yozamiz. Parentni indeksi plus 1. Right child parentni indeksiga ikkini qo'shilgan. Parent indeksi u de. Mana misol boshida 0 bo'lsin yoki bir narsa bo'lsin. Buni shunchaki esda chiqarmaslik uchun yozib qo'ydim. Okay, bizda shu narsa bor. Buni eslatamiz, xo'sh.
Endi solishtirishimiz kerak. Bizda misol child kelib tushyapti. Eng oxirgi element bo'ladi. To'g'rimi? Lengthda bizda sanoq sistemada oddiy bo'lgani uchun uni nolliga o'tkazib olamiz. Childni anaqasini sizedan bir ayirib qo'yamiz nolliga tushib olish uchun. Endi parentni esa qanaqa? Bizda misol aytaylik left child yoki right child, to'g'rimi? Parentni qanaqa topamiz unda? Parentni qanaqa topamiz? Parentni mana indeksini. Biz hozir bu yerda indeks bo'yicha aytyapmiz. Indeks. Mana bu yerda indeks turibdi, pastda mana bu 1, 2, 3 indeksda turibdi. Mana bu indeks I. Mana bu ichidagi narsalar bu key bu value'lar, bu haqida gaplashamiz. Bu joyda turganini aytyapmiz, mana bu arrayda turganini. Shu indeks bo'yicha aytyapmiz. Xo'p, indeksni qanday topamiz? Shunchaki matematik ifoda qilamiz va ikkaloviga bitta yozamiz. Right child ham, left child ham. Xo'sh, buning uchun chapga o'tkazib olamiz. O'sha childdan birini ayrimizda uni ikkiga bo'lib qo'yishimiz kerak. Bizdagi formula shu bo'ladi. Ya'ni nimaga bu bilan bo'layapmiz? Butun qismini oladi bu. 2 ni qo'shib o'tirmaymiz shunda. Butun qismini olganligi uchun biz 2 ni qo'shib o'tirmaymiz, yo 1 ni qo'shib o'tirmaymiz. Agar shunchaki bo'lsak, unda bu o'sha right child oladi yoki left child oladi va ikkita slash qilsa butun qismini olganligi uchun left ham right ham o'zini ichiga chiqaradi. Shuning uchun shu eng zo'ri. Xo'p, bilib oldik. Endi childdan 1 ayirsak va 2 ga bo'lib qo'ysak chiqar ekan. Endi parent topib olamiz. Ya'ni qanaqa? Aytaylik bizda mana bu yerda 7 kelyapti, to'g'rimi? Endi maksimumga o'taylik. Misol tasavvur qiling, bu yoqda yo'q. Tasavvur mana qani? Insertion mana bu yerda. Insertion, right? Misol bu yoqda, to'g'rimi? 15 kelib tushyapti. 15 nechinchi indeksda bu yoqda? Xo'p, 1, 2, 3, 4, 5 6-chi indeksga kelib tushyapti. 6-chi indeksga kelib tushyapti. Endi buni otasini topish uchun nima qilishimiz kerak? Otasini topish uchun boramiz. Bolasi 6 da turibdi. Umumiy sizedan bir ayirib qo'yamiz. Misol 5, to'g'rimi? Indeks aytadigan bo'lsa 5. Whatever. Ishqilib 5 turibdi, to'g'rimi? Otasini topmoqchimiz. Buning uchun bolani o'zidan bir ayiramiz. 4, to'g'rimi? 4 2 ga bo'lsa nechi? 2. Mana bu 2 bo'ladi keyin. Shu comment kerak. 2 bo'ladi. Demak, otasi 12 ikkinchi indeksda turibdi-ku, to'g'rimi? Bu 0, bu 1, bu 2. Otasini topib oldik. Zo'r. Endi biz qilishimiz kerak bo'lgan ish solishtirishimiz kerak. Mana bu bolasi otasidan katta emasmi? Katta bo'lsa swap qilgan va root mana shunaqa ketaveradi oxirigacha. Va buning uchun parentgacha bo'lgan holatda tekshiramiz va buni kodini yozishimiz kerak. Qani boshladik endi. Xo'p, buning uchun nima qilishimiz kerak? Davom etsin deymiz. Buning uchun while ochamiz va parenti borligiga ishonch hosil qilishimiz kerak. Bu ya'ni oxiri rootga kelib taqalib qolganda undan keyin parent bo'lmasa bo'ldi, ishlamaydi degani. Va parenti 0, to'g'rimi? 0 dan katta bo'lsin, ya'ni bor bo'lsin deyman. Arrayda misol bolasiga kirib olamiz va bolasini valuesi parentinikidan katta bo'lsin. Xo'p, menimcha tushunarli bo'lishi uchun bitta array yozib qo'yamiz. Ash array yozib qo'ya qolamiz. 20, 10, 12, 5, 7. 20, 10, 12, 5, 7. Choq. Olib kelyapmiz. Misol endi keyingi holatda nima qilyapmiz? Olib kelib 15 qo'shyapmiz. Olib keladi. Endi bizda indeks bo'yicha-ku, mana bu 15 12 dan kattami yo'qmi tekshirishimiz kerak. Ya'ni mana bu self heap parent deb kirib olyapmiz. Otasiga kirib oldik. Otasi 12, bolasiga kirib oldik 15. O'sha kattami yo'qmi tekshiryapmiz.
tekshiramiz. Agar katta bo'lsa, almashtir joylarini deymiz. Bolasini otasiga, otasini bolasiga ber deymiz joyini. Parent self teskari manchasiga endi parentni yozishimiz kerak. Yo'q. Self keep child. Joyga joy almashtirdik. Joyga joy almashtirgandan keyin endi childni swap qilishimiz kerak. Ya'ni childni parentga o'tkazishimiz kerak. Ya'ni mana bu narsani nazarda tutaman. Child parentga teng bo'lishi kerak. Indeksini aytyapman. Ya'ni 15 indeksi 12 ga teng bo'lishi kerak bu yoqda. Endi 15 indeksini mana array tushuntira olay. Endi 15 hozir indeks bo'yicha yuryapman-da men. Child indeksi mana bu yerga o'tib qolish kerak. Bu yoqqa o'tib qolish kerak. Shuni aytamiz. Undan keyin qilinadigan ish hozir bu bunaqa qolib ketdi. Endi parentni child -1 o'sha taktika va 2 ga bo'lamiz. Endi buni dadasi kimligini topish kerak. Bizda endi 2 to'g'rimi? Bizda hozir endi child indeksi parent nima bo'ldi? 2 bo'ldi, to'g'rimi? Mana 2 da turibdi. Endi dadasiniki necha bo'ladi? 2 dan 1 ayriydi, 2 1 bo'ladi. 0 bo'lib qoladi. 1 dan 2 ga bo'lsa, butun qismi 0. Demak, biz rootga keldik. Keyin borib root tekshiradi, to'g'ri kelmaydi, bo'ldi, shu bilan chiqib ketadi. Mana bu indeksni almashadi. Mana bu swap, mana bu swiping qilyapmiz. Swiping amalga oshiryapti. Bu yoqda chiqqan joyidan bola chiqqan joydan otasiga check qilinadi. Ya'ni 15 endi otasini pozitsiyasiga chiqdimi, endi buni tekshiradi. Otasi bundan kattami yo kichkinami tekshiradi. Shuning uchun biz mana bu yerda yozyapmiz. Ya'ni parentni xuddi o'sha chiqib olgan joydan tepasiga anaqa qilyapmiz. Va bu davom etadi qachonki Happify tugaguncha. Bo'ldi. Shu bilan ya'ni otaydigan bo'lsak, mana bu yerda tepadagi bolani otasini oladi. Xuddiki anaqa mamaga o'xshaydi. Nevara chiqadi, otaga chiqadi. Keyin bobosi bormi tekshiradi. Xuddi shunaqa. Mana bu nevara otasini o'rniga chiqdi. Endi tekshiryapti bobosini. Kakta nimadir katta emasmi? O'zidan son misol 15 child 15 bo'ladigan bo'lsa, mana bu root 20. Demak, katta emas, shundayligicha qolaveradi. Endi buni yozib bo'ldik. Insertion method shunaqa ekan. Endi bizga kerak bo'ladigan keyingi function bu tugadi. Xo'p, print yozib qo'yaylik. Osonroq. Okay, print str ko'rinishida yozib qo'yamiz. Str qilganimizdan keyin biz f string ishlatamiz va shunchaki arrayni o'zini chaqirib qo'yamiz. Bo'ldi. Endi get maximum function yozamiz. Bu ham oson, faqat root o'zini qaytaradi. Ya'ni olib keladi, rootda nima turibdi? Bizda maksimum xudmi? Maksimumni olmoqchimiz. Shuni o'zini qaytaradi, udalit qilmaydi. 20 ni qaytaradi, bo'ldi. Yoki bizda keyingisi bor. Mana bu yoqqa o'tadi, bo'ldi. Okay. Bizda 10 turibdi, 10 ni qaytaradi. Okay. Return self heap 0 indeksligini qaytar. 0 indeksda bizda 20 turibdi. Xo'p, extract maximum yoki deletion maximum heap bo'lgani uchun extract maximum deb qo'yaman. Bu deletion metodi mana bu. Deletion method. Okay, let's go.
Xo'sh, bunda nima qilishimiz kerak? Aytganimizdek, deletion metodi olib kelasiz, rootni last element bilan almashtiramiz. Xo'p, bizda self heap 0 equal bizda birinchi avvaliga yo'qotmaslik uchun root deb qo'yaman men. Heap 0 to'g'rimi? Endi shu rootni oxiriga almashtirib qo'ysam. To'g'rimi? 0 indeksga olib kelib qo'yaman eng oxirgi liftni. Ya'ni self heap eng oxiri qanaqa edi bizda? -1 orqadan indeks bo'yicha kelganimizda bo'ldi. Va men delete qilyapmanmi? Size'ni bittaga tushirib qo'ya qolaman. Bo'ldi. Aytilgan ish qildi, endi heapify down qilamiz. Ya'ni har bitta bollari bilan swap qilamiz va kattarog'i bo'lsa swap qilaveramiz. Bollari bilan qilinadi, swap qilinadi. 10 ni hozir biza 4 bilan almashtirdik deylik, 4 bilan almashtirdik va delete qo'yamiz 10 ni. Oxirida qilasizmi, farqi yo'q. Oxirida qilamiz chunki hali biza bu yoqda delete qo'ygan to'g'ridan to'g'ri biz oxirida qilamiz chunki heapify qilib bo'lganimizdan keyin ko'chadi u. O'shanda biza delete qilish huquqiga ega bo'lamiz. Xo'p. Nima qilishimiz kerak? Xuddi o'sha narsani eslab qolamiz. Mana bu tepaga degan. Xo'sh. Esimizda hali bu. Xo'p. Nima qilishimiz kerak? Endi shunchaki o'sha narsani olib kelib qo'yib qo'yamiz va bu narsa bizga rostdan kela bo'ladi. Parent indeksi boshida 0 bo'lsin yoki men parent deb qo'ya qolay buni osonroq. Parent. Bizda parent 0 chunki 0 dan boshlab kelamiz-da biz rootni almashtirdik-ku. Endi mana shu formula bo'yicha ketamiz. Rootdan boshlab kelyapmiz. Left childimiz birinchi indeksi, right childimiz ikkinchi indeksda. Mana 1 2. Xo'sh. Endi ketdik. Qilishimiz kerak bo'lgan narsa birinchi kelamiz. Left va right children check. Check qilganda qanaqa? Left yoki right qaysi biri rootdan katta ekanligini tekshirishimiz kerak. Ligini check. Left or right. Ya'ni to'rdan qaysi biri kichik? 5. To'rdan qaysi biri katta deganim 5 mi 3 mi? Tekshirasiz. Keyin qaysi biri katta bo'lsa tepaga olib chiqaverasiz. Tepaga olib chiqilaveradi. Bu eng simplest versionda ko'ryapmiz, osonroq tushunish uchun. Keyin swap qilinadi. Keyin swap it. Update and update indexes. Indekslarni update qilinadi. Va continue. Recursive bo'laveradi shu narsa. Qayta continue recursion. Qayta qilinadi. Qayta qilinaveradi bu narsa. Xo'sh, boshqa misoldan ham ko'rsak bo'laveradi buni. Qani. Mana bunda. Yuzni o'chirib olasiz. Keyin bu yoqdan eng oxirida turgan 40 keladi. Keyin 40 keladi. Bunga solishtiriladi. Qaysi biri katta bo'lsa baqatiladi. Keyin ko'tarilib, keyin oxirida o'chirib olinadi. Xo'p, joyqatamiz. Okay. Endi mana shuni kodini yozadigan bo'lsak, xo'p, endi aytdik left va right childlarni tekshirib qo'yaylik, ya'ni ular nima sizedan kichkinami yoki yo'qmi degan holatini. Va buni olamiz. Left child self
keep parentdan kichkinami kattami yoki shunga check qilamiz. Nima bo'ladi? Klass ichidamanmi? Ha, tushunarli. Ha, def ichidan chiqib ketibman shunga ekan. Bo'ldi mana. İchiga qaytdik. Deletion. Okay. Endi ikkinchi holat bizda right child check qilishimiz kerak. U sizedan oshib ketmadimi? Ya'ni lengthdan oshib ketmaganmi? Chunki oshib ketsa bo'ldi, tugaydi. Keyin check qilishimiz kerak. U o'sha right child anaqadan kattami? Parentidan. Yoki u yoki bu. Ikkala holatdan ham ko'raveramiz va kirib bo'lgandan keyin faqat endi qiladigan ishimiz nima bo'lyapti? Mana chap kattami, o'ng kattami? Xo'p, endi buni qilamiz. Agarda right child check qilib qo'yishimiz kerak, chunki right childga check qilamiz hozir bu yerda. Right child bo'lmasa error bera olishi mumkin. Misol bizda nima bor? Bu bor. Aytaylik mana bu yerda misol mana bu yerda right child bo'lmasa, keyin check qilayotganda error bermasligi uchun right childni borligiga tekshirishimiz kerak. Ya'ni size'ning ichidami yoki yo'qmi? Bo'lsa agar o'sha size'ning ichida yoki teng bo'lsa, unda u bor deb hisoblanadi. Ya'ni size'dan katta yoki teng hamda self o'sha agar right child endi hozir bu yerda left child aniq qilyapman-da, chunki right child bormi yo'qmi unga tekshirdim. Bor bo'lsa, mana bu yerda men check qilaman. Ya'ni left child'im right child'imdan kattami yoki yo'qmi? Right child'imdan kattami yoki yo'qmi shunga tekshiraman. Mana bu yerda aytayapman, qaysi biri katta. Hozir birinchisi bu left kattami, right'dan deyapman. Ikkinchi holatimda hozir endi qilamiz. Agar shunaqa bo'lsa, mana aytaylik, chap tomonim 5 bilan 3 solishtiraman. Hozir chapni solishtiraman. 5 o'ng tomondan kattami yoki yo'qmi? Agar o'ng tomondan katta bo'ladigan bo'lsa dedim. Shunaqa bo'lyapti hozir. Olib kelganda xo'sh, left childmi? Okay, left child. O'sha left child endi parent bilan swap qilishim kerak. Parent joyga swap qilamiz. Okay, parent self hip left child. Okay. Keyin parentni bo'lsa left childga tenglab qo'yaman. Bu keyingi operation bajarish uchun kerak bo'ladi. Ya'ni otani chap tomonga qilib qo'yaman. Nimaga buni qilyapman? Endi shunchaki buni ichini tekshirish uchun. Ota bu bo'lyapti. Ya'ni left child'im katta bo'lganligi uchun ota bo'lib qolyapti bu. Ya'ni bu baqa chiqib oladi. Swap bo'ladi. Bu yerda swapping bo'ladi yana. Swap. Ya'ni indeksda almashib oladi. Indeks yoki bu yerda endi else conditionda o'sha array yozib qo'ysam bo'ladi. Mana qatta. Mana o'sha array yozib qo'yaylik. Array mana yoza qilamiz, qaranglar. Insertion ko'rdik. Misol taxminan insertion qanaqa bo'ldi? Mana bu yerda siz yangi bitta son qo'shmoqchisiz. Misol 12 qo'shmoqchisiz, to'g'rimi? Insertion qilganingizda qanaqa bo'ladi? Olib kelasiz 12 ni. Keyin bu yerda siz uni ulaysiz. Keyin bu yerda check qilasiz insertionda 12 o'ndan kattami yoki yo'qmi? Check qilasiz, undan keyin qarasangiz katta turibdi.
keyin siz 12 bilan 10 ni joyini almashtirib qo'yasiz. Bu insertion edi. Hozir bu yerda deletion haqida gaplashyapmiz. Deletion bo'lsa, xuddi shu narsa. Misol men bitta necha bo'lsin? 7 bo'lsin, mayli. Kichkina to'g'rimi? 7 turibdi. Siz buni delete qilmoqchisiz. Xo'sh, 20 ni delete qilish uchun eng oxirdagi bilan olib kelib swap qo'llanadi. To'g'rimi? Olib kelasiz buni. Mana bu qo'ydik deylik. 20 bo'lsa mana bu yerga keldi. Hozir qilayotgan ishimiz bu yerga keldik. 15 bilan 7 birinchi chap tomon 10 tomon katta bo'ldi, to'g'rimi? Haliginda. Chap tomon 10 tomon katta bo'ldi. Keyin hozir qilgan ishimizda left child katta bo'lganligi uchun men olib kelib 15 ni yozdim men. Men borib 7 ni yozdim. Joyga joy almashtirdim, ya'ni swapping qildim. Endi hozir 15 yo'q. Endi keyingi holat men endi buni chek qilaman. Endi buni chek qilib o'tirishim shart emas desanglar, yo'q, kerak. Chunki endi bu parent bo'lib qoldi. Endi buni için tekshirishim kerak men. Endi buni için tekshiraman. Agar xuddi shu ishni qilaman, ya'ni left bilan right ni tekshiraman. Agar bolalaridan qaysi biri bu katta bo'ladigan bo'lsa, misol bu yerda right ekan. Endi right uchun yozamiz. Misol ikkinchi holat right child katta bo'lganda right ni olib kelinadi. Right ni olib kelinadi. Child right child mana. Right child olib kelinadi. Self heap parent self heap yo menimcha ikkita right child bo'lib qoldi. Parent endi parentni bo'lsa right childga aniq qilaman. Bu nima bo'pti? Endi 8 tepasi kichkina-ku. Chek qilaman. Уже bildik bu kichkina ekan parent. Endi 5 bilan 8 o'ng va chap tekshiryapman. Demak 8 katta ekan parentdan. Endi joyga joy almashtirib qo'yamiz. 8 baqa, 7 baqa. Ana bo'ldi endi bizda bu structure done. To'g'rimi? Mana 15, 10, 8, 7, 5, 9 kichkinalashib ketyapti. Aha. bo'ldi shu. Okay, abi biron. Okay. Xuddi shunaqa bo'ldi. Endi hozir mana biz qilishimiz kerak bo'lgan narsa, biz buni delete qilishimiz kerak. Xo'p, bularni yozib bo'ldik. Bu yerda yozdim. Endi delete qilishimiz qoldi. Delete qilishdan oldin biza ko'chiryaptik har safar, to'g'rimi? Endi left childlarni ko'chirib qo'yishimiz kerak. Bu yerda parent indekslarini o'zgartirdik, tushundik. Endi swapping yarmi qoladi bizda. Bu yerda swapping only parent. Swapping only to parent node, parent node index. Endi bu yerda left childlarni anaqasini qayta yozib qo'yamiz. Parentni plus 1 qilgan. Right ni bo'lsa 2 qo'yadigan parent plus 2. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, mana misol bizda parent keldi. Parent haligida bu bo'ldi. Misol 1 2 0 1 0 1 2 manovi 8 bolalari qanaqa bo'ldi? Chap tomondagi bolasi 3 bo'ldi, 10 tomondagi bolasi 4 bo'ldi. Haligida 7 turuvdi-da, o'zgardi indeksi hozir. Parent keldi, haligida bu parent bo'lib qoldi-ku. Mana bolasi 3, bolasi 4 indeksdagi. Xuddi shu narsani bilish uchun biza left va right child aniqlash uchun shuni yozib qo'yamiz. Bu rekursivni takrorlanadi. Shu maksimum bu Heapify bo'lguncha. Va biz oxirgi elementni chiqarib yuboramiz. Ya'ni delete qilamiz. Bunda nima bo'ladi? Mana bu 20 ni delete qilsak bo'ldi.
bizda bitta ish qoladi, shu nima deydi, delete qilganimizni biza extract qilmoqchi edik. Shuning uchun o'sha delete qilgan narsamiz 20 midi, o'shani return qilib qo'ysak bo'ldi. Hozir buni biz misolda ko'rib chiqsak bo'ladi. Endi buni bir misollarda ko'rib chiqsak bo'ladi. Xo'sh, shu klassdan olib bitta nima deymiz? 3 deymiz. 3 maximum heap. 3 imizga endi insert qilaylik. Qaysi misolni ko'rib chiqsak bo'ladi? Farqi yo'q. Mana men bilan ko'rib chiqsak bo'ladi. Okay. Whatever. Xo'sh, randomly chiqamiz. 3 insert. Okay, bizda misol 5 bor, 7 bor. Bizda 20 bor. 4 bor. 12 ham bor ekan. 12 ham bor ekan. Okay. Then print function yozganmiz, o'shani print qilamiz. 3. Okay. Now run it. Bu buni naqot ekan. Binary emas, current file. Bizda kutilgandek chiqdi. Qaysi biri edi o'zi? 27, 5, 12. Mana. Run qilamiz. 20, 12, 7, 5, 10. Xo'sh, endi biza qilishimiz kerak bo'lgan ish maksimum olmoqchimiz. Maximum 3 get max. To'g'rimi? Print 3 get max. Maksimum 20. To'g'ri olib beryapti. Endi size'ini ana qilmoqchimiz. Size 3 size. Okay. Size 5. 5 ta rostdan. Endi joy ajratib qo'yamiz. Xat yashartamiz. Xo'sh, endi biza nima qilmoqchimiz? Extractlar yozamiz. Ya'ni eng balandini chiqarib bersin-da, shu bilan ketaversin. Extract max. Buni ichida yozakanman. 3 extract max. Undan keyin nima bo'ladi? Chiqarib ber mana 3 ni. Xuddi shu narsani takrorlayman 2 marta. Birinchisida 20 chiqarib olish kerak, ikkinchisida bundan kichkinasi 12 chiqarib olish kerak. Hozir. Insert. Hammasi to'g'ri bo'ldi. Xo'sh. Xato menimcha o'sha Mamutda xato berganman, ya'ni 10 tomoni mavjud bo'lsagina deganman. Mavjud bo'lmasa ham kiraveryapti-da bu. Shuning uchun menimcha error qaytardi menga. Endi menimcha to'g'ri ishlayapti, chunki haligida 7 qaytaryapti-da, shunisi xato bo'ldi. Bo'ldi, menga to'g'ri narsani qaytaryapti bu. Yana bitta yozsam, mayli yozaydi. 10 qaytarish kerak endi ham. Okay. Give me 10. Yeah, baby. Yeah. Alhamdulillah, ana bo'ldi. Heap3 ni yozib chiqdik. Endi bizda bu hafta nima bo'ldi? Heap3larni ko'rib chiqdik. Endi keyingi videomizda kutib qolinglar. Binary search tree haqida gaplashadigan bo'lamiz. Hammaga rahmat.
keyingi videoda assignment ham tushuntiramiz.